Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisiz? Nargiz opa, noodatiy salat marafoni hali davom etyapti. Men duxovkaga Bismillahirrohmanirrohim kartoshkalarni duxovkada zapekать qilib oldim. Endi buni hozir ozgina sovutamizda chiroyli zapravka qilamiz. Объедение salat bugun azizlarim. Endi salatimizni teramiz azizlarim. Menda grechеский yogurt, mana bu yog'siz, tuzsiz. Bungacha ko'p emas, bir qoshiqchalik mayonez solamiz. Mana, bir qoshiq. Unga ozgina ko'k piyoz solamiz. Yaxshilab chiroyli qilib aralashtiramiz. Kartoshkani men yog'lab, ozgina tuzlab duxovkada pishirib olganman. Endi bunga bodring, ozgina morkovcha, ozgina jo'xori, zelenli piyoz. Endi men sousimni solaman. Buni sousi ko'p bo'lmaydi, chunki yog'li emas. Sousi aynan bundoq bo'ldi, xudo xolasa. Mana kartoshkali noodatiy salatim tayyor bo'ldi. Hozir buni yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kartoshkada noinki просто qo'rib yeyish. Shunaqa zapravkali salat, вообще mazasi bomba. Hammaga tavsiya qilaman azizlarim, osh bo'lsin.